Men Bruklinga keldim, New Yorkka o'zim ishlarim bilan va Tayoz aka hamda Mehroj akani ko'rib qoldim. Ya'ni o'zlari kelishdi, nima uchun kelishdi, sizlarni kommentariylarda, ya'ni iltimos qilgan narsalarni bajarish uchun 400 kilometr bosib o'tib kelishdi. Gap so'zi akalar, prям hurmatlilar uchun shunchalik kelganinglar uchun kattakon rahmat. Men Mehroj aka UFCda отдельно menga kepka olib kelibdi sovg'a qilib. Juda Faqat bitta iltimos bor. Agar imkon topsangiz 9-da Hamzatni jangiga niyat qilib olib kelganman. Xudo xohlasa. Kelsangiz xursand bo'laman, chin ko'ngildan. Bilet olib bersa boraman. Men 6 kun borman. Xullas, akalar, sizlar любой berilgan shartlar bajarasizlar ekan. Mana keldinglar, ko'rdim, gap so'z yo'q. Men ham sizlarga shart berishim kerak ekan. Sizlarda shunaqa shart bor ekan. Demak, meni shartim shu O'zbekistonda imkoniyatinglar, sharoitinglarga qarab, bozorda savdo qiladigan yoshi katta onaxonlarga qo'ldan kelgancha yoki pul tomonlama, finansiy tomonlama yoki shu nimadir olib berib, va qanaqadir bir texnikani bilmayman, yordam berib shu narsani video qilib joylash. Meni shartim shu. Shu yaxshi insonlarga, yaxshi onaxonlarga qo'ldan kelgancha shu Amerikadan yordam beringlar, akalar. Bajaramiz. Qadrdonlar, bu bolalarga ishonaman, lekin gap so'zi erinmagan bolalar ekan.